Agar siz yashayotgan ko'p qavatli uyning shundoqqina yonginasiga chiqindi tashlab ketishsa, dilingiz xufton bo'larmidi? Albatta, buni o'zingizga nisbatan hurmatsizlik, hattoki haqorat deb qabul qilasiz. Afsuski, chiqindilarni duch kelgan joyga tashlab, o'zi va yurtdoshlarimiz oldida mulzam bo'lmasdan yo'lida davom etaveradigan hamyurtlarimiz ham yo'q emas. Hamkasbimiz Komila Qobilova mavzuni o'rganar ekan, shahrimiz ko'chalarida chiqindi tashlash qutilari yetishmaydimi yoki ekologik madaniyat kabi masalalarga ham e'tibor qaratgan. Atrof muhitni toza saqlash hamda fuqarolarni ogohlikka chorlash maqsadida mahallalarda jamoatchilik nazorat organlari ham faoliyat yuritadi. Oxirgi paytlarda aholimiz o'zini yashayotgan joyiga juda e'tiborsizlik bilan qarab kelmoqda. Qayerga bormang, yosh-u qari maxsus chiqindilar yig'ish joylari tashkil qilishiga qaramasdan, xohlagan joylariga, ariq yuzalariga, ayniqsa tozalangan xiyobonlarga har xil mahsulotlarni, chiqindilarni tashlab ketyapti. Buni men o'ylaymanki, bitta yo'li shu oilada yoshlarga, shu tabiatga, yon atrofga bo'lgan muhitga e'tibor berishga yoshligidan o'rgatishimiz kerak. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishimiz lozimki, maxsus belgilangan chiqindi poligonlariga chiqindilar tashlanmaganda va atrof muhit qasddan ifloslantirilganda fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha jarimaga tortilishi belgilangan. Hozirda 8 mingdan oshiq huquqbuzarliklar aniqlandi. Shulardan 2 mingtasi jarimaga tortilgan, qolgani esa jarayonda. Yurtdoshlarimizning maxsus chiqindi qutilariga emas, balki istagan joyga maishiy chiqindilarni tashlab ketish holatlariga qanday munosabatda ekanliklariga qiziqdik. Agar ular chiqindi o'rnalariga tashlashmasa, madaniyatsizlik bo'lardi. Endi hozir shtraf qo'ygan yo'lga bu juda yaxshi, to'g'ri fikr deb o'ylayman. Ularga aytadigan gapim faqatgina o'zlarini o'sha madaniyatli tutgan holatda faqatgina chiqindi o'rnalariga tashlaganlari yaxshi. Hozirgi kunda har 1 metr masofa oralig'ida chiqindi o'rnalari mavjud. Musor ko'paysa, havo ham ifloslanadi, o'shaning uchun ham qo'shilmayman bu narsaga. Shu atrofimni o'zim supurib o'tiraman. Onasidan qatori ayollar supuradi-ku. Odamlar misol uchun sigaret chekib, ana asnobkada o'rnaga tashasin sigaretini. Banani yeb tashab ketishadi. Atrof muhitni asrash hamda chiqindilarni maxsus joyga tashlash har birimizning insoniy va fuqarolik vazifamiz ekanligini unutmasligimiz lozim. Komila Qobilova, Jasur Po'latov, Shahnoza Karimova, Ovoz informatsion dasturi uchun.